Qadimda Xorazm xollari saroyi qanday qurilgan? Bir zamonlar Xorazm xollari saroy qurganida saroylar pishiq g'isht, mustahkam yog'och va yillar sinovdan o'tgan materiallardan barpo etilgan. Ammo eng katta e'tibor saroy ichidagi jihozlarga qaratilgan. Chunki xollar bilgan, mebel qulay va sifatli bo'lmasa, saroy haqiqiy saroy bo'lmaydi. Taxt qanchalik chiroyli bo'lmasin, unda o'tirish qulay bo'lmasa, xon unga o'tirmagan. Bugun zamon o'zgardi, lekin talab o'zgarmadi. Xollarga munosib qulaylik va ishonchli sifat bugun sizning uyingizda bo'lishi mumkin. Ajoyib sifat, premium dizayn, juda katta tanlov va qulay narxdagi mebellarni xarid qilmoqchimisiz? Unda Panda Premium mebel aynan siz uchun.